Короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Muhabbatirjon Bohdirov. Bugungi jippa chiroyli yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz boshqacha Minecraft'ni boshqachasini o'ynaymiz. Qanaqa desalaring, biz Java versiyada o'ynaymiz. Albatta u telefonda o'ynayman. Lekin Java versiyada mana mishkani qanaqa qilib oldik desalaring, hozir o'zim keyin ashin qanchadir miqdorda masalan 5 ta lash to'plasalaring, o'shanda qanday qilib Minecraftda Java versiyasini o'ynayotganini ko'rsatib beraman. Unda ketdik. Keyin videoga kirish. Oy bola, men hozir serverga kira olmadim, lekin u bilan tugamaydi. Unda men 1.16.5 versiyada vijmanya qilib ko'raman. Lekin kanalimga hali ham sen obuna bo'lmading. Nega? Negerlar obuna bo'lmaydi. Negermisan? Negerman sen unda. Negerlinchi yurur. Neger bo'lmasangda kanalimga obuna bo'lib qo'y. Neger bo'lmaganlar bu rahmat, neger bo'lganlarga arziydi. Sen hali ham nega obuna bo'lmading kanalimga? Mana video ketyapti, unga kirib bo'lmadi. 1.16.5 ta yuklab bo'lmadi, lekin hozir Minecraft zo'r narsa qilamiz. Mod tushirib o'ynaymiz. Juda zo'r mod bo'lishi kerak. Datapack modi bo'ladi. Datapack modi bo'lmasa, boshqacha. Як малинка. Okey deb bosamiz. Yo'q, yangilanish. Nima keragi bu? Yangilashdi. Nimaga kirib ketdi bu? Menga yangilash kerak emas. O'zi shundaqa yaxshi. Yo'q. Not really. No thanks. Endi qani ko'raylikchi, qanaqa narsa qilaylik. Datapack. Qidirmayapti bu. Mayli, videoni to'xtat. Mana Skyblock'da o'ynayotganman, chunki boshqa narsa yo'q ekan. Datapack qidirmoqchi edim. Datapack yo'q. Lekin kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Juda katta. Mana do'stlar, og'ir shu zombi serialda bo'lar ekan baribir. Chunki boshqa narsalar nimagadir kartalar tushmayapti. Shunga biz ukam hozir o'ynagani yo'q, keyingi safar inshaalloh o'ynaydi. Uning uchun like va obuna bo'lib qo'ysalaring o'ynab beradi. Obunachilaring kam o'ynamayman deyapti. Lekin hozir 10 ta bo'lganini bilmayapti. 10 ta ham kam, lekin do'stlar, men yangi kanal sotib olar ekanman 110 mingga. Deyapman ichimda 1000 ta obunachini 110 mingga sotyapti ekan bitta odam. O'shunaqa qilaymikin bu kanalni o'chirib yuborib deyapman men hozir. To'g'rimi do'stlar? Chunki bitta ham obunachi kelgani yo'q hali. Endi bir dona obunachi keldi xolos. Mana ukam uyi. Mana. Hozir so'rachi o'yna. Ular o'ynasam men bilan Minecraftda. Yo'q, oddiy Minecraftda. Tushirga ular o'ynaymiz. Video ketyapti, zo'r bo'lyapti. Ana ukam o'chirib yuborganda Minecraftni. Chunki hech kim like bosmay qo'ydi. Odam kam ko'ryapti. 86 ta 26 ta odam ko'radi. Hozir bitta odam zo'rg'a ko'ryapti. 2 kishi ko'ryapti. Men bilan bitta odam. Sizlar nima qilyapsizlar do'stlar? 5-6 kun oldin chiqargan videoyim o'zi
Nechta odam uni haqdiyu. Nimaga kanalimga obuna bo'lmayapsizlar? Zombi serialini 5 dona odam ko'ribdi do'stlar. Bunaqasi ketmaydi-da. Bu zombi seriali bo'lsa, mana zombi betda megabayt ham katta. Sizlar bilmaysizlar, juda qatiydi bu. Men sizlar uchun tushuncha qilib beryapman. Videolarni montaj qilib, mana Minecraftda 100 kun yashaymizda ham ashincha anaqa qildim, tezlashtirdim, chunki hamma zerikib qoladi. O'zi 1 minut 38 bo'ldi-da o'sha. O'zi necha minutligini bilmaysizlar-da do'stlar. Qancha ko'zim ketganini bilsalaring, oho, 1 soat o'shani anaqasini qildim-da, nimadirda. Montajini qildim, u anaqa tekstdan narsalar yozdim. Nimalar qildim-ku. Do'stlar, iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Pulli bosib obuna bo'lish yo pulli bo'lsa aytaveringlar. Qancha pul ekanini kartalaringni. Kanallaring bo'lsa ham karta kirit demasa kerak. To'g'risini aytaymi, bu kanalda umuman pul topmayman, 100%. Ramazonda oyda aldamamenda to'g'risini aytyapman. 100% pul topilmaydi bundan. Manizda qilmaydi. Chunki bu O'zbekiston YouTube'dan pul ajratmaydi O'zbekiston. Prosmotrga pul olish mumkin, lekin boshqa davlatga yo'lab olsalar, "Para shunday qilaviki" deyapman hozir. 1600 ta shorts ko'rgan, sizlar ko'rmaysizlar, 100%. Men shortsi boshqa odamlar, bu boshqa davlatliklar ko'p vaqt ko'ribdi. Sizlar uchun notebookga pul to'playapman. Notebookda zo'r videolar chiqadi. Undan keyin men bitta kanal ochibdi, bas men boshqa narsalar ham qilaman. Ko'pkalar qasri, chiroylikgina, mana bizni anaqamiz juda katta joy. Do'stlar, kechqurun tushirtiraylikmi? Ha, kechqurun tushirtiramiz. Cheat bo'lsa ham yaxshi cheat-u. Hozir kech tushirtirib turib, rosa zo'r o'ynaymiz. Endi kuch ketdi mana. Oho, shuncha. Qoch. Bittada 3 ta ya. Mashinasini to'plab turaman-da, ertalabgacha yuguraman endi. Yo'q bet. Yo'q, orqamda. Mayli, yaxshi bir tarafda jonlarini o'rab olishadi. Bu uyga kiraylikchi, nimalar bor ekan? Cho'ta 2 qavat ekan bu, boydimi? Hech narsa yo'q albatta. Nima qilay endi? Salom bilan o'ynab. Va alaykum hammaga. Nima qilyapsizlar? Ularni o'ynayaptimi? Bilaman, o'chirib o'rganing. Sizlar qanchaki mana shu videoda 30
like yo'qsalardan keyin qaytaman, bo'lmasam umuman qaytmayman. Hayotda qaytmayman deb qo'yimdan ko'ra 100% buni 30 ta like yig'ilmaydi. Yig'ishadi. Hech kim yig'olmaydi. Agar yig'olmasa, 86 tadan ko'rib 5 dona, 6 dona like yig'ibdi. bo'lmasam qaytmayman. Hech bo'lmasam 20 ta qilish kerak. 10 ta desang mayli. Amallashadi. Hadi bakalım. Uy. Kimdir tepadan otyapti u. Sizlarga yaxshi yangiligim bor. Nima? Ana. Aytib boshlayapman. Aytaymi? Men qaytyapman. Qachon qaytasan? Keyingi videoda. Keyingi videoda hozir qaytmayman deyapsan-ku. Qaytaman bu. Mana zombi apokalipsdami? Hozir men ham kirim, qisam qarab tur, so'lg'onga qarab tur. Teleportatsiya kerak bizga. Ertalab chiqyapti. Shu zombi o'g'li yomonda. Zombi o'g'li dadasining kuchi. Shunga zombini o'ldiradi. Ana ertalab tushyapti. Do'stlar, shuncha kuchliman, ko'ryapsizlarmi? Zonaga borishim kerak endi. Men ham kirdim. Kiryapti o'zim ham. Oltin! Bo'ldi, biz boymiz. Nima yo'q? Ko'raylik so'qasini. Yo'q aka. Yoddalar. Tinata bo'ldi. Bo'ldi. Shunday hech narsa yo'q. Haligina chiqyapti-ku. Eski zonamizga borib ko'raychi. Nimadir bormi ekan? Bu yerda boyliklar yo'q-ku, yaxshigina. Ularni olishdan borda. Oltin. Bo'ldi, oltin olaverman, zerikib ketdim, nima qilaman, shuncha oltin desam. Olmayman, bo'ldi. Men ot olishim kerak o'zimga. Ular unamayapti-ya, bittasi. Bo'ldi. Ichimda egar bormi ekan? Sizlar yo'q ekan. Mashinas. Qoch yo'lda. Shuna bo'lganda zombilar, bu nima? Diyor kompaniya zombilarga borib, zombi ekan bu, nima ekan deb ezib ketadi bu. Qancha daqiqa bo'libdi? 14 daqiqa. Bu yerda biz juda katta ishlar qilamiz hali. Shoxobcha.
parantez ochyaptimi? Agar bitta like bossalaringiz, shuni ustiga sakrayman keyingi videoda yo hozir ham sakrayman keyingi videogacha nima qilaman. 1 2 3 Mana sizlar uchun. Yomg'ir yog'di. O'madingmi, mama? Wow! Ye? Yog'mayapti. Yog'mayapti do'stlar. Yog'mayapti. Do'stlar. Fuck. Minecraft'da ham fizika degan narsa bor ekan. Lekin men hada yonib ketish kerak edi. Bedrock. Nima? Mahsulotni yaxshi chiroyli yoqtiradi. Uyga borish kerak, zo'milatirilishi mumkin nahayat. Yana night frame kechasi yomg'ir yog'adi. Shu necha marta night qoldi. Zona mana. Bu oldu uyum ikirdim. Korkunçluğu o'xshayapti uyimni. Ukam keyingi safar o'ynashi mumkinmi balki? Bilmadim. Uxlayman baribir. O'yinlarim juda yaxshi, shuning uchun javonlarni klipga botaganda allaqachon yo'qib ketardim. Shu 5 qavatli videoni kuchaytirishim kerak edi. Hadi bir şey yapacağım olmuyordu. At. Mana do'stlar, hozir tezda olamiz hadi. Bitta otni bosamiz tagiga, 60 tezlikda yugurib, jarima keladi bizga. Hozir nom yo'qib olsak jarima keladi. Zombilar jarima sopayadi. Mana bo'ldi. Minecraft tushiryapsanmi? Ha? Jona ot. Otingni ot deyman. Ot. Vay. Nossa. Bana olma.
ularga. Ne kadar az o. Hep çıkmayaptı yu. Hep darahtan boşqa olma çıksa ya. Bo'ldi. Yeah. Hiç sanırım 2 saat kazdı. Dostlar belki bitti ama ne kadar var ya gemlerler. Bitti ama ne kadar bunu yaptı ya. Hammaga alaykum assalom. Oy bo'ldi. Sen otangga rahmat. Oo. Sallarni boshingdan. Bir kere birde kim mesela kommentarda Sana umup taşıyamam. Sana umuma uğramam he. bir kere bir netçe kommentarda yozib 9 kere 8 netçe hamma kommentarda Cheat. evet şu. Otam bana qayerga boramiz sen bilan deganlardek. Do'stlar, video tugadi, 22 daqiqa bo'lib ketibdi. Unda hayır.